Yo neger bola obunachilar. Sizlar bilanman Mr. Shah. Bilanman ancha sizlarni kuttirib qo'ydim. Orada bir oycha kuttirib qo'ydim sizlarni. Chunki telefon buzilib qolgan. Bu yerda mojolanuvchi ham ishlamay qoldi orada. Shuning uchun sizlarni kuttirib qo'ydim ancha. Bugun nima video bo'ladi deb qiziqasizlar? Bugun biza mojolanuvchi o'rnatib ichiga kirishni ko'ramiz. Qani bo'lmasam ketdi. Hozir ko'rsataman sizlarga chizib. Birinchi o'rinda playmarketga kiramiz. Kirganimizdan keyin hozir ko'rinmayapti. Maytda qidiruv degan joy bor. O'shga bosamiz. Kiramiz ichiga. Keyin bu yerga joy tashlab launcher deb yozamiz. Xuddi shunaqa deb yozish kerak. Keyin qidirishga bosib birinchida o'zi chiqadi. Managa. O'rnatishga bosamiz. O'rnatilgandan keyin ichiga kiramiz. Ichida 3 ta joy turadi, короче. 3 ta joy turadi. O'shandan eng oxiridagi local accountni bosamiz. Shunda mana shunaqa chiqadi-da sizlarda. Local accountni bosamiz, ilo bu yerga nom yozamiz. Menda hozir account bor, shuning uchun mayli qilib ko'rsatib turaman. Mana. Nimadir deb yozamiz. Keyin loginni bossak mana u akkauntimiz chiqadi. Keyin uni настройка qilish. Mashitga bosamiz, maytga. Ichiga kiramiz. Video renderga bosamiz. Maholiye bosib bunga o'tkazib qo'yamiz. LTVga. Keyin buni telefonga qarab qilamiz. Men Samsung qilaman. Keyin mana keyingisi. Bosamiz. Mashinaga bosamiz. Bosganimizdan keyin bu megabayt sal kamaytiramiz. O'rtaroqlarga qo'yamiz. Keyin chiqib bunga bosamiz. Yo bunda emas. Yana o'sha joyga qaytamiz. Aytga. Keyin buni sizlarda bitirgan bo'ladi. Buni bunga o'tkazib qo'yamiz. Keyin uni to'g'irlagandan keyin maytga bosamiz. O tepa strelka ko'rsatganga. Keyin buni ustiga bosamiz. Keyin buni ustiga bosamiz. Keyin qidirish ustiga bosib Spanky Optimizer. Xohlasanglar buni yozinglar, xohlasanglar Spanky o'zini yozinglar. Keyin birinchisiga bosamiz. Tushirib xohlaganimizni sketch qilamiz. Mana 1.20.1 install bosamiz, o'rnatiladi o'zi. O'rnatgandan keyin chiqamiz. Keyin mashitga tushadi managa. Keyin sizlarda 500 megabaytcha sketch qilish kerak.
o'sha 500 megabayt skechas qilgandan keyin o'yinga kirasizlar sizlar. Xullas, bugungi video shulardan iborat edi. Hammaga xayr. Like va obuna esdan chiqmasin.